Azamat, sezon ochildi. Shogirdlar oyog'ining ostiga tiqilib ketadi. Qayerdan bilasiz usta bu? Men bu sohani bo'risiman Jo'rajon. 30 yildan beri ishlayman, bilaman-ku. Usta bu ishlagani keldim. Meni ham ishga olasizmi? Albatta Jo'rajon. O'sha burchakka borasan, g'ishtlar taqlab talaysan, yugur. Xo'p bo'ladi. Usta bu nima bu kelgandan hamma aytganingizni qilyapti? Endi bularga burchak hech kim ko'rmayotgan joylardan ish berish kerak-da. Hozir siqilganlar kelyapti-ku ishga. Usta bu. O'la bay. Kelqani? Sen ham shogird bo'lib keldingmi? Ha, usta bu qayerdan bildingiz? Mana buni shunaqani? Usta bu nima bilan hamma aytganingizni qilyapti? Oldin nozik shogirdlar kelaydi. Endi bilmadim endi. Bitta ko'ngliga qo'l solib ko'rishimiz kerak-da. Kelqani shogird? Jiyanjon, sen qaysi o'qishda yiqilding? Men usta bu diplomatiyadan yiqildim. Demak, sen yuqoriga shifrga ishlashing kerak. Azamat, buni cheripsaga chiqar. Buni duxi baland, yuqori joylarga yiqilib o'rganib ketgan. Ha, usta bu endi tushundim. Sizni oldingizga o'qishda yiqilganlar kelayotgandi. Ha, biz endi Rossiyaga birinchi qadam bo'lib beramiz-da. Bularni o'rgatib, keyin Rossiyaga yuboramizda. Tushunammi jiyan? Azamat, ke. Shogirdlarni o'zi ishlaydi. Biz o'tgan joyimizdan buyuramiz bularga. Tushundingmi? Hali shoshmaydi, shunaqa shogirdlar keladi. Nima desang ham xo'p bo'ladi. Mayli degan shogirdlar keladi. Tushundingmi? Shogird, ko'p yig'lama. Bu hayotdan ko'p siqilma Jo'rajon. Mana o'qishga kirolmagan bo'lsang ham, mana bizlar bilan ishlab mazza qilib yuribsan-ku. Buni qara shogird, Damas avtomobili o'zining narxidan 15 million so'm arzonga sotilyapti. Cobalt'ning eng full varianti 15 million so'm arzon bo'lgan. Cobalt'ning style pozitsiyasi 10 million so'm arzon bo'lgan. Captiva 5imizga esa 45 million chegirma tushgan. Sinfdoshlaring to o'qishni bitirib mashina olaman deguncha pensiya yoshiga yetib qoladi. Shogird, men bilan 4 yilgina ishlasang, Samarqand avtosekdan xuddi shunaqa moshinlik bo'lasan. Rahmat usta bu. Baraka toping. Ishla. Va usta bu. Azamat, qara, oddiy institutdan yiqilganlarni olma. Kuchli institutdan yiqilganlarni olamiz. Dupoylar bizga ham kerak emas.